Bu dunyoda eng og'ir musibat nima deb so'rashganda, onadan ayrilish degan bo'lardim. Dunyoning sinovi qilmaydi shafqat. Musibat kelganda lozimdir toqat. Onadan ayrilmoq osonmas faqat. Onani boy bermoq og'ir musibat. 9 oy qornida saqlagan bizni, omon bo'l deb har on alqagan bizni, otamiz so'kkanda yoqlagan bizni, onadan ayrilmoq eng og'ir musibat. Haq saqlar onamiz duosi sabab, yaxshi bo'l deb har dam beradi adab. Bilmaydi aldab bo'lmaydi onani, onadan ayrilmoq eng og'ir musibat. Azaldan onalar mushfiq yaralgan, biz uchun bir o'lib bir bor tirilgan. Shu sabab eng oliy maqom berilgan, onadan ayrilmoq eng og'ir musibat.